Chunki gipermobilniy sindrom ham bor. Ana nima shu tizzanash holatiga qaragan. Dabuga o'tirgan qo'psaniki. O'shandanmi bu? O'shandan. Bu ketadimi, nazikatda? To'g'rilab olsa bo'ladimi? O'tirganida endi turkcha o'tirsin. Oyoq mana orqaga tashqariga bemalol ketyapti. Pastroq o'tirib ham oyog'ini oldi. Mana gipermobilniy sindrom qoch turib bo'ladi. Senga qulaymi ko'rmayaptim? Gipermobilniy ikkala tizzi mana bemalol chiqadi. Gipermobilniy sindrom birinchidan bola gibkiligidan, cho'ziluvchanligidan postoyanni W qilib quruq holatda o'tirganini hisobiga tizza ko'zi ichkariga qarab qolgan, ayniqsa o'ng tizza. Sog'lom bolada bunaqa cho'ziluvchanlik bo'lmaydi mana. Plus qo'li ham xuddi shunaqa, mana gibkiligi. Buni qoni kam, birinchi o'chirtda siz gastroenterolog, pediatr bilan ishlashingiz kerak. Masajdan ham zarili bor. Undan tashqari bolada plaskovalgusni stapa. Oyog'ingni ozgina och qizim. O'g'limda ham bor bu narsa. Ham valgus to'pig'i tashqariga ketyapti, tovoni tashqariga, to'pig'i ichkariga. Yassoyolik. Umuman qo'lim kiryotgani yo'q. U ketmaydi-a, stelka kiyg'izishingiz kerak. Chunki buni oyog'i og'riydi, to'g'rimi? O'zi oyog'i olmaydi. Hozir ham ko'rsat, qatorida oyog'ingni ko'rsat. Mana. Oyisi oyoq postoyanno og'riydi. Buni gemoglobinini tekshirtiring. Qomat buzilishi. 100 mi? 100 nechi chiqdi-da? 108 chiqdi. Qomat buzilishi уже kam 108. Hammasiga gipermobilniy sindromligi. Mana 7 ham o'chib ketadi.